Bu qiz yuziga filtr ishlatadi. Hayotda yuz umuman tiniq emas. Labiga ham botoks urib olgan. Rostdan shunaqami? Men o'zim ham bilmagandim lekin. To'g'ri, men filtr ishlatmayman, lekin bu degani yuzim sizlar o'ylaganchalik tiniq emas. Meni ham yuzimda kupiroz, muammolari juda ham ko'p. Lekin men ba'zilariga o'xshab, birovlarning kommentiga kirib, qusib negativ yozgandan ko'ra, yuzimga yaxshi xod qilaman. Key Secret brendidan retinolli serum. Bunda yana plus black genshin, ya'ni qora genshin bor. Bu yuzingizni oqartirishga, post akne dog'larini ochartirishga yordam beradi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Yuzimga surib ko'rsatolmayman, chunki buni faqat kechqurun ishlatishingiz kerak qizlar. Hozir Koreyada уже обед. Mana. Yuzinglarni achtirmaydi, irritatsiya bermaydi, hech qanaqa bemalol polni yuzingizga ishlatsanglar bo'ladi. Sizda post akne ajinlar yo'q, nimaga ishlatasiz desanglar, meni yuzimni rangi notekis, ya'ni ko'zimni tagida meshochlari bor, qizarishlari bor va o'shani yo'qotishga ham yordam beradi. Yuzimni rangini tiklab beradi. Sразу yaltiradi, qaranglar. Mana. Nalichida keldi qizlar, bundan ko'p zakaz qilmadim. Atiga 10 tagina tezroq bitib qolinglar.